Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz 5-darsimizda Telegramda markup kutubxonasidan inline keyboard va callback datalarga javob berishni o'rganamiz va bundan tashqari tanlov qilish uchun tugmalar yaratamiz. Birinchi bo'lib qilib oladigan ishimiz muhitni yaratib olish. Buning uchun biz npm init y deb yozsak, muhitimiz yaratiladi, ya'ni package sonimiz o'rnatiladi. Va bundan keyingi qiladigan ishimiz kutubxonalarni o'rnatish. npm I kutubxonalarimiz o'rnatiladi. Va bu yerga index.js degan fayl yaratib olamiz. Bu yerga esa package songa run qilish uchun komanda kiritamiz. Bu yerda esa botimizni ishga tushirib olamiz. Botni yaratib olamiz. Bu yerda esa environment yerda tokenni saqlab olamiz. Buning uchun bot fazilga kirib tokenni olamiz. Mana tokenni oldik. Buni esa mana bu yerga kiritib qo'yamiz va botni ishga tushirib olamiz. Ko'rib turganingizdek bot is running deyapti. Endi botga o'tamiz va startni bosamiz. Turganingizdek botimiz ishlayapti. Endi bu yerga inline tugmalar qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun biz markup kutubxonasini chaqirib olamiz. Markup kutubxonasi chaqirildi. Bu yerda esa tugmalarni kiritishimiz mumkin. Biz bu yerda har doim inline keyboardlar, ya'ni tugmalarni arrayni ichida yaratamiz. Arrayni ichida yana bitta array bo'lishi kerak. Va bu yerda markup.button bu callback tugma birinchisiga chiqayotgan nomni kiritamiz. Misol uchun test bo'ladi. Bu yerda esa bosganda berilgan ma'lumotni kiritamiz. Bu yerda bergan test deb yozamiz. Yo'q, bergan salom yozsak, bu yerga test deb yozamiz. Botimiz ishladi. Tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek salom chiqdi, lekin test chiqmadi. Test qayerda chiqqanini buni hozir ko'ramiz. Buning uchun bu yerga bot.on deb yozamiz va callback query deb yozamiz. Keyin funksiyani ishlatib olamiz. Const callback data deb o'zgartirish yaratib olamiz va bu yerda text nuqta data deb yozsak, u yerda chiqadigan ma'lumotga ilamiz. Misol uchun buni tekshirib olishimiz mumkin. Text nuqta reply deymizda botimiz ishlayapti. Endi bu yerda startni bosamiz. Botimizda salom so'zi bosganimizda test kelyapti. Ko'rib turganingizdek o'sha data bizga kelyapti. Biz bu yerda bir tugma bosganda ko'p ishlar qilishimiz mumkin.
Misol uchun boshqa tugmalar ham qo'shishimiz mumkin bu yerga. Har doim array ichida yozishimiz kerak. Link ham qo'shishimiz mumkin bu yerga. Misol uchun bu chiqish nomi, ikkinchisiga esa link yozamiz. Misol uchun kanal deb yozamiz va bu yerga link joylashtiramiz. Bu orqali biz tugmaga link joylashimiz mumkin. Mana ko'rib turganimizdek kanalimiz chiqib keldi. Va bundan tashqari biz boshqa ma'lumotlarni ham ulashimiz mumkin. Botimizni start beramiz, inline qilaverib, botimizga mana shunaqa tugma qo'shib beradi. Bu tugmani biz keyinchalik o'rganamiz, hammasini o'rganib chiqamiz. Hozir biz tugmalarga e'tibor qaratganimiz sababli buni o'chirib tashlaymiz. Keyin biz bir qatorda ikkita o'sha tugmalar ham qo'yishimiz mumkin. Buning uchun mana shu arrayning ichiga ikkinchi tugmani kiritamiz. Bu yerga operator kiritamiz. Misol uchun kalbaktada teng bo'lgan bo'lsa, testga assalomu alaykum so'zi chiqsin. Agar test 2 ga teng bo'lgan bo'lsa, siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Ko'rishguncha chiqsin. Va oxirgisiga men bunday kalbaklardan tanimayman so'zi chiqsin. Va botimizni ishlatib ko'ramiz. Start bosamiz. Ko'rib turganimizdek salom va xayr. Salomni bosaylik. Assalomu alaykum so'zi chiqadi. Xayrni bosaylik. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Ko'rishguncha so'zi chiqadi. Endi esa biz bu yerda botimizda tanlov qilishimiz mumkin. Misol uchun sizga futbol yoqadimi degan so'zlarni tanlov qilishimiz mumkin yoki savollar yaratishimiz ham mumkin. Birinchi sodda savol tuzamiz. Buning uchun biz session ishlatamiz. Bu vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Buni ishlatib olish uchun bot.use deymizda session deb yozamiz. Session bu o'sha botning xotirasida ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlash uchun ishlatiladi. Bu yerga bot.on message deb yozamiz. Chunki biz agar mana bu yerda session yaratilmagan bo'lsa, biz session yaratib olishimiz kerak. If algoritmidan foydalanamiz va getText.session. Agar session bo'lmasa, biz session yaratamiz. Har bitta user uchun bu obyekt bo'ladi. Va biz testimizni tuzamiz. getText.reply
Bu yerda biz tugma yaratib oldik. Testni boshlashga tayyormisiz yoki yo'q? Mana bu yerga next tugmasini kiritish esimizdan chiqibdi. Papiyada bajarilgandan so'ng har doim next bo'lish shart keyingi funksiyani bajarish uchun. Hozir bizni botimiz mana shu yerda qotib qolyapti. Mana shu joyda qotib qolyapti, bu yoqqa o'tmayapti. Agar next bossak, keyin startga o'tadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana so'zimiz chiqdi. Testni boshlashga tayyormisiz? Ha, yo'q. Qani bu vaqt bossak hech narsa bo'lmaydi. Buni ko'rishimiz kerak. Birinchi bo'lib konstitutsiyamizda callback datani yaratib olamiz. Nuqta. Birinchi savol deb yozamiz va bu yerga await deb yozamiz. Ya'ni biz chunki bu yerda ikkita so'z ishlatamiz. Lekin ko'rib turamiz, mana bu yerda qizil bo'lyapti, chunki biz mana bu yerga asinxronni yozib qo'yishimiz kerak. Ko'rib turganimizdek await ishlayapti. Hozircha oddiy savollar kiritamiz. Misol uchun birda qo'shishni kiritishimiz mumkin. Va bu yerga tugma kiritamiz. Misol uchun markup nuqta button nuqta callback data birinchisiga to'g'ri javobni kiritamiz. İkincisiga esa xato javobni kiritamiz. Tugmalarga bo'lsa 2 ga biz to'g'ri javobni tabriklaymiz deyish kerak. Agar else if teng bo'ladigan bo'lsa 1 ga so'zga siz xato javob berdingiz. Mana ko'rib turganimizdek botimiz ishlayapti. Endi botimizni sal murakkablashtiramiz. Botimiz o'zi o'zgarish beradi. Endi bu yerdan bilan o'chirib tashlaymiz. If bo'ladigan bo'lsa, o'sha callback datamiz teng bo'ladigan bo'lsa, yes ga test boshlanadi. Va bu yerga kiritishimiz kerak bo'lgan narsa savollarni kiritamiz.
Birinchisiga har doim answerni kiritsaylik. Ikkinchisiga noto'g'ri javobni kiritamiz. Buning uchun bu yerga esa datani kiritamiz. Va bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa sessionga saqlab olish, ya'ni javobni va keyingi safar javobni tekshirish. Kerak bo'lsa session teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qalbakda javobimiz answerga teng bo'ladigan bo'lsa, siz to'g'ri javob berdingiz, agar to'g'ri kelmagan bo'lsa xato javob berdingiz deyishimiz kerak. Endi botimizni tekshiramiz. Bizda xato mavjud. Mana bu yerga kalmak yozmagan ekanmiz, shuning uchun xatomiz botimizda xato chiqdi. Endi xato chiqmaydi. Hali bosamiz. Va ko'rib turganimizdek bizda misol bor. 2227 ni qo'shamiz 6171 ga. Va javobni kiritsak, va bizda yana bitta xato mavjud. Biz session yaratmagan ekanmiz. Yaratib qo'yishimiz kerak tepasida. Endi esa xato chiqmaydi. Botimizda ko'rishimiz mumkin. Hali bosamiz va kiritamiz. Siz topa olmadingiz. Buning sababi mana bu yerda bitta teng topishimiz kerak. Ko'rib turganimizdek siz topdingiz. Bu yerda 3 ta teng va 2 ta tenglikni farqi. Biz kiritgan ma'lumot hozir bittasi raqamli ma'lumot, ikkinchisi string bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda 2 ta teng ishladi, 3 ta teng ishlamadi. 3 ta teng bu o'sha string yoki raqamli ma'lumot ham bir xil bo'lishi kerak. Bunga tegishli botimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha